Assalomu alaykum, hurmatli arab tili ixlosmandlari. Bugun sizlar bilan arab tilidagi vo harfi haqida gaplashamiz. Vo harfi arab tilida bor, lekin o'zbek tilida yo'q. Shu sabablisdan ham biz bu harfning mahrajlari, sifatlari, to'g'ri talaffuz qilishni, usullarini o'rganishimiz kerak bo'ladi. Undan oldin birinchi o'rinda biz vo harfini yozilish jihatiga, ya'ni qanaqa holatda yozilishiga e'tibor bera olamiz. Arab tilidagi vo harfi mana, ya'ni alohida ko'rinishi bu. Bu zo harfi o'zidan oldingi ham va o'zidan keyingi ham ulanganligi sabablisidan to'rt xil ko'rinishga ega, lekin bu zo harfi ko'rinish jihatdan o'zgarib ketmaydi. Ya'ni bu so'z boshida boshqacharoq, so'z o'rtasida boshqacharoq emas, deyarli so'z boshida ham, so'z o'rtasida ham va so'z oxirida ham deyarli bir xil holatda bo'ladi. Bu alohida ko'rinishi bo'ladigan bo'lsa, bu so'z boshida ko'rinishi, so'z o'rtasida ko'rinishi mana o'zidan oldingi ham va o'zidan keyingi ham qo'l beradi. So'z oxirida ko'rinishi bo'lsa mana, ya'ni o'zidan oldinga qo'l beradi va bitta nuqtasi bo'ladi. Vo harfi. Vo harfining mahrajiga keladigan bo'lsak, vo harfining mahraji arab tilidagi zal harfi bor edi. Dalla, zala. Shu harf bilan mahrajdosh hisoblanadi, ya'ni mahraji bitta. Tilimizning old uch qismi tepa tishlarimizning kesuvchi qismi bilan tengma-teng bo'lgan holatda hosil bo'ladi. Ya'ni buni oddiy qilib aytadigan bo'lsak, tilimizning ozgina uchini ikkita tishimiz orasiga qo'yib tishlagan holatda hosil qilsak bo'ladigan harf hisoblanadi. Ya'ni vo harfi. Arab tilida 3 ta z bor, ya'ni oddiy z, chuchuk zning ingichkasi va yo'g'on holatdagi. Bu harf zal harfini yo'g'on holat, ya'ni zalni ingichka za, zi, zu holatda hosil qilgan bo'lsak, vo harfini o'shani yo'g'on va yopiqroq holatda hosil qilsak bo'ldi. Vo, zi, zu, vo, zi ingichka za harfi bilan deyarli bir xil holatda hosil bo'ladi. Ya'ni faqatgina mahraji bitta, sifatlarida bir-biridan farq qiladi. Endi vo harfining sifatlariga e'tibor beradigan bo'lsak, vo harfining birinchi sifati jahr, ya'ni jarangli. Tovush paychalari bir-biriga yaqinlashadi, havo kam chiqadi, lekin tovush baland bo'ladi. Ikkinchi sifati rohova, ya'ni bu harf ham sukunli kelgan holatda sirg'alish kerak bo'ladi. Az deb qalqala sifatini berib qo'ymaymiz. Ko'pchilik holatida qalqala sifati berilib qoladi. Biz buni qalqala emas, balki rohova va oxirini tekis holatda to'xtatishimiz kerak bo'ladi. Vo harfining 3-sifatiga e'tibor beradigan bo'lsak, u isti'ala, ya'ni vo harfi fathali kelgan holatida yo'g'on holatda o'qilinadi. Ya'ni biz tilimiz bu holatda turganda har doim harf ingichka holatda bo'ladi. Za, da bo'ladi. Lekin tilimiz orqasini ko'taradigan bo'lsak, yuqori yumshoq tanglayga, o'shanda harflar yo'g'on holatda bo'ladi. Vo harfi ham xuddi shunaqa, tilimizning orqasini yuqori yumshoq tanglayga ko'tarib, yo'g'onroq holatda hosil qilishimiz kerak bo'ladi. Undan keyingi 4-sifati itboq, ya'ni itboq sifati havo tilimizning o'rta qismi bilan yuqori tanglayda siqilishi kerak. Ya'ni oddiy holatda bo'lib siqilmagan holatda hosil bo'lmasi kerak. Yo'g'onlik va yopiqlik sifatini beradigan bo'lsak, vo harfi yo'g'on va to'g'ri holatda talaffuz qilinadi. Sifatlari 4 ta ekan, ya'ni o'ziga xos sifat yo'q ekan. Ya'ni jahr, jarangli, rohova sirg'aluvchi, isti'ala yo'g'on va itboq yopiq sifatlarga ega ekan. Vo harfini biz to'g'ri talaffuz qilish uchun birinchi o'rinda mahrajini yaxshilab qo'yib olishimiz kerak. Undan keyin sifatlarni berib, ko'proq eshitishimiz kerak bo'ladi. Hozir ekraningizda ko'rinib turgan matnni o'qiyman. Sizlar balandroq holatda talaffuz qilishingiz kerak bo'ladi. Vo, zi, zu, von, zil, faz, haz, az, laz, zafar, nazar, hazar, zamar, zalaf, عظام نظم ظلف ظلف حظل ظلم ظهر أظهر أظفر مظهر منظر مظهر مظلم انتظم ينتظم استعظم
yasta'zimu, zafar, zafar, hazar, hadar, zahru, ظهر, زهر, ظهر, أزهر, أظهر, أعزم, أعظم. Zo harfi o'zbek tilida bo'lmaganligi sabablisidan biz bu harfni mahrajiga e'tibor bergan holatda, sifatlariga e'tibor bergan holatda ko'proq eshitib hosil qilishimiz kerak bo'ladi. Shunda bizni harflarimiz arabiy holatda, to'g'ri holatda hosil bo'lishi mumkin. Darslarimiz shulardan iborat edi. Ilal liqo, ma'as salama.